Ushbu qo'limda turgan mahsulot hozirgi kunda deyarli barcha xonadonlarga juda zarur. Sababi shu mahsulotimiz nomi elektrolitik shikala kamaytiruvchi moslama bo'ladi. Shu mahsulot suv tizimlariga, ayniqsa isitish tizimlaridagi kotel, ariston, boyler, so'fi mashina, sterilniy mashina va hokazo. Shu moslamalar uchun juda muhim hisoblanadi. Sababi shu mahsulotimiz suvdagi nakibni o'ldiradi va ushbu o'lgan nakib quvurlarga yopishib, ohakdagi hosil bo'lishini kamaytiradi. Bunga qanday erishiladi? Bu ayniqsa siz uchun qiziq. Shu mahsulotimizning ichida ikki xil metal bor. Mis va rux kombinatsiyasi biriktirilgan. Ushbu mis bilan rux suv o'tish jarayonida reaksiyaga kirishadi va suvdagi kalsiy va magniyni ionlarini ohakdagi bo'lishini oldini oladi. Bilasizki, bizda suv qatlami juda qattiq hisoblanadi. O'shaning uchun aristonlarimiz, katellarimizni tentlari, teplarmillar tezda to'lib nagar bo'lib ketadi. Shu moslamani qo'ysangiz